O'z haqida ma'lumot bera olasizmi? Assalomu alaykum. Ismim Ramiz, familiyam Hamrayev. Mana shu yilning aprel oyida Workman xususiy bandlik agentligiga hujjat topshirib, avgust va sentyabr oylarida 50 kun mobaynida Angren shahrida o'qidik. Yotoq joylar hammasi qoplab berildi. O'qish sharoitlari juda ham zo'r. Assalomu alaykum. Men Jahongir Rahimov, Andijon viloyati Andijon shahridanman. Y7 viza bo'yicha Koreya davlatiga Workmal bilan aprelda hujjat topshirilgan saralash bosqichidan o'tganman. Assalomu alaykum. Men Yusupov Doniyorxon, Farg'ona viloyatidanman. Shu Workmal xususiy bandlik agentligiga E73 vizasi bo'yicha hujjat topshirgandim aprel oyida. Mana bugun vizamiz chiqib, Koreyaga ketmoqdamiz. Assalomu alaykum. Mening atim Berdimurat Salomat, Qoraqalpog'iston Respublikasidan keldim. Assalomu alaykum. Men Xoliyev Sherzod Sulaymon o'g'li, Jizzax viloyati G'aldarol tumani Sog'riq mufidanman. Sizni oilangiz shu qaroringizga qanaqa munosabatda bo'lishdi? Oila a'zolarim hammasi rozi. Shart-sharoitlarni eshitib, 6 oydan keyin oila a'zolarim ketsa bo'lar ekan, hammasi o'shaning uchun rozi. Ish jarayoni qanaqa bo'ldi biz bilan? Ish jarayoni juda a'lo darajada bo'ldi. O'rtada o'quv kurslari ham juda ajoyib tarzda tushuntirishlar, hammasi qoniqarli darajada bo'ldi. Workmal haqida qayerdan bilgansiz aka? Workmal haqida men Instagram sahifasida ko'rganman. Sizda ishlashni asosiy sababi nima bo'ldi siz uchun? Asosiy sabab men o'zim Koreyaga borish niyatim bor edi. Shuning uchun Koreya bo'yicha narsalarni qidirib, shu elektrik sohasi bo'yicha ishga ketishni xohladim o'zim. Butun mana shu ishimizni jarayoni bitta so'z bilan tushuntirib beradigan bo'lsa, qaysi so'zni ishlatardingiz? Workmal xavfsiz va ishonchli. Ishonchli va xavfsiz degan so'z. Ishonchli va xavfsiz. Ajoyib.